ibodatni bilmasak, yaratgan Alloh uchun nahot sajda qilmasak, moli dunyo dardida gunohlarga botamiz. Qasrda kuy qursak ham qabrlarda yotamiz. Alloh bizni yaratdi, ibodatni farz qildi, rasulini ustoz aylab Qur'onni u dars qildi. Musulmonman deymiz, sajda nima bilmaymiz, masjidlardan uzoqmiz, Qur'on xatm qilmaymiz. Umr o'tar bir zumda, axir dunyo 5 kunlik, namoz o'qish tekindir, masjid emas-ku pullik. Biz Allohga quldirmiz, baxtimizdir bu qullik. Namoz bizga farz bo'ldi, bo'ynimizda qarz bo'ldi. Namoz kofir mo'minni ajratuvchi pardadir. Namoz qilgan namozi qiyomatda dardidir. Qiyomatda namozi mo'min uchun hujjatdir. Benamozlik bu dahshat, qiyomatda kulfatdir. Hash-bash deguncha umr o'tib ketadi, o'limning uchqurvati bir kun qo'yib yetadi. Buguncha biz tirikmiz, erta qabr kutadi. O'zini mo'min bilgan namozni do'st tutadi. Benamozlik bu dahshat, hisobi mushkul kechir. Benamozlar o'zoqda qaynoq suvlarini ichur. Qabrda benamozni ulkan qiynoq kutadi. Qiyomatda benamozni do'zax albat yutadi. Benamozlik bu kulfat, kofirlikdan nishoni. Nahot o'tar umrlar, sajda ko'rmay peshoni. Benamozlik musibat, benamozlik yomondir. Benamozlik Allohga ochiq oydin isyondir. Unda 5 kun mo'min ibodatini qiladi. Bunda shayton alamda yuz betini yuladi. Buni ko'rib Allohim jilboyibon kuladi. Biling do'stlar, Alloh ham mo'minlarni suyadi. Qulluq qilgan namozxon Allohga sajda qilib, qiyomatda namozxon kirar jannatga kulib. Hisobi ham yengildir, sabab ham hujjatli. Qiyomatda namozxon beshak bo'lar hurmatli. Namozxon baxtli yerur, unga maskan jannatlar. Namozxonga Qur'on do'st topar undan hikmatlar. Alloh bilan muloqot namozxonda bo'ladi. Namozxonlar bu dunyoda imom bilan o'ladi.